Talabalik oltin davr eng zo'r paytinglar shu deydi-yu. Men talabasonamga bunday qarayapman. Eng zo'r payti agar shu payt bo'lsa, buni bu yerga yashashda hojat yo'q. O'ziga suiqasd qilib hech kimga aytmay tarakan dori yeb olammi bilmayman. Maktabda o'rganib qolganda 11 yillar ustozlar bu yil imtihondan o'tolmasizlar, sinfdan sinfga qolib ketasizlar degan ustozlardan 11 yil o'tganda universitetda uni qo'ymayapti. Jamiki bo'lgan fanlardan konspekt qiladi. Jismoniy tarbiyadan ham konspekt qilyapti. Kastim shunda dushga kiryapti. Galis tuyda uxlayapti, tushunasizlarmi? Doim formada bo'ladi deb. Kimdir sessiyadan olib o'tib qo'yaman desa, dada deyishga ham tayyor. Biz sessiyadan o'ta olmay qolsanchi, desangiz ayadan so'kkanda eshitilyapti hali bolaga. Shunaqa kimdir haligi kitobga jamiki olimlar bor-ku, nimadir yangilik kiritgan, nimadir o'zgartirish kiritgan. Ashlarni shunaqa qarg'ayapti. Eng qizig'i, mashinasidan eplab o'tib olsa, u yoq oson do'stim. Qiyin-da shu sessiya deydi. Sessiyadan oldingi hayoti ham bo'lmishdan ancha farq qiladi. Bo'lmish icharida, o'zini xursandchiligi uchun u ham. Eng qizig'i bu hamma yo'q topshirib borsa, dadasi eshik tagida lapatga ko'tarib turibdi, kani kunicha agarotga baylab qo'yadi.